Buni agar yemaydigan bo'lsa, mana agar buni yemaydigan bo'lsa, уже bo'ldi. Qo'y bo'ladimi, mol bo'ladimi, undan voz kechish kerak. Bundan bu yog'ini boqgandan foyda yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz va kanalimiz a'zolari. Demak, bugun biz sizlarga yangi partiyada kelgan drabilkanimizni, Xitoy zavodskiy drabilkanimizni obzorini qilib o'tamiz. Bugunda hozirda obzorimizda 2 xil drabilka bo'ladi. 3 oyoqli drabilkamiz va 4 oyoqli drabilkalarimiz bo'ladi. Demak, drabilkalarimizni ranglariga alohida e'tibor bersak bo'ladi. Juda chiroyli. Yangi partiyamiz juda chiroyli ranglarda kelgan, kraskalar juda tiniq hamda bu drabilkalarimizni qanaqa qilib ishlatishni hozir sizlarda video davomida narxlari va qanaqa ishlatish haqida qisqacha tushuntirib o'taman. Birinchi navbatda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu pichoq qismiga keladigan bo'lsak, pichoqlari hammasi kalyonoviy bo'ladi, olovda charxlangan bo'ladi. Undan tashqari mana bu jabra qismiga e'tibor berishimiz kerak. Jabra qismi ya'ni chang, ya'ni quruq xashak shundoq tiqqanimizda changi tepaga ko'tarilib ketmasligini bizlarga oldini olib beradigan qismi. Keyingi qism bu drabilkamizning motor qismiga o'tadigan bo'lsam, motor qismi demak o'zini avtomat ishda bo'ladi, avtomat ish bilan jihozlangan hamda kabellari bor. Undan tashqari motorimizni maxsus voltmetri bo'ladi, ya'ni necha volt kirayotganini motorda ko'rsatib turadi. Motorlari 4 kilovatli bo'ladi. Drabilkamizga keyin e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda o'zini g'ildiraklari ham bo'ladi. Ya'ni surgani, bemalol ishlatgani, ya'ni yengil bo'lishligi uchun anaqa qilingan, ishlatilgan. Undan tashqari har bitta drabilkamiz ichidan 3 oyoqlida ham, 4 oyoqlida ham o'z ichida komplektda 4 xil setkasi chiqadi, ya'ni ikkita don mahsulotlarini o'tkazish uchun va ikkita mana bunaqa xashak mahsulotlarini o'tkazish uchun. Mana bu ikkitasi esa don mahsulotlarini o'tkazish uchun bo'ladi. Hozir men sizga qanaqa qo'yilishini ko'rsataman. Mana bu yerda o'zi maxsus bolti bo'ladi. Mana boltini ochamiz. Undan keyin ixtiyoriy xohlagan don yoki xashak mahsuloti setkasini shunday qo'yamizda qotiramiz. Mana bu drabilkamiz bemalol 220 voltda xo'jalikda ishlatsak bo'ladi. Ishlatgani qulay, universal drabilka hisoblanadi. Chunki bemalol xashakni ham, don mahsulotini ham o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Videoni kuzatishda davom eting. Men sizga videoni oxirida narxlari hamda mana bu mahsulotlarni o'tkazilgan holatda ko'rsatib o'tamiz. Hozir endi somon mana bu xashagimizni mana bu setkasi yordamida o'tkazishni ko'rsatib o'tamiz. Undan tashqari bu setkasini qo'ymasdan turib ham drabilkani o'zida o'tkazib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Endi o'zingizning ehtiyojingizga qarab turib, o'zingiz qaysi setkani qo'yib olishni tanlab olasiz. Mana buni qo'yaman. Keyin bir narsaga e'tibor berishlaringizni talab qilgan bo'lardim yoki diqqat qilishingizni e'tibor bergan bo'lardim. Nima haqida gapirmoqchiman? Mana bu maxavik qismi, ya'ni balansi to'g'ri qotirilgan bo'lishi kerak motor qismiga. Agarda maxavik to'g'ri qotirilmagan bo'lsa yoki balansi aytgandek teng balansda olinmagan bo'ladigan bo'lsa, drabilkamiz o'z-o'zi silkinib ketadi. Yokida juda ko'p silkinadi, shovqin chiqaradi. Shu narsaga e'tibor beringlar. Zavodskiy drabilkada mana shu narsa hisob-kitob qilingan, oldini olingan. Endi mana bu kirishcha qismini qotiramizda tokka tiqib somonni tiqishni boshlaymiz. Bismillah. Mana endi hozir ko'rib o'tamiz. Mana birinchi somon press, mana bu tagida beda press sarg'agan ozgina. Buni ochib ko'rsataman. Buni qarang. Buni hozir shturishda beradigan bo'lsa, mol buni yemaydi. Yesa ham yokida faqat anaqa qiladi. Chiqindiga chiqaradi, axlatga chiqaradi. Xuddi shunaqa beda pressimiz. Mana beda pressimiz ham qurigandan qotib ketgan, toshdek bo'lib ketgan. Buni qo'yga yokida molga beradigan bo'lsak, buni shunday anaqa poyalarini ajratib qo'yadi. Shuning uchun hozir biz drabilkadan o'tkazamizda ko'rsatamiz. Qanaqa qilib hozir chiqarar ekan drabilkamiz. Bismillah, ketdi. Birinchi avtomatdan yoqdim drabilkamizni. Endi drabilkamizni hozir chiqarayotgan mahsulotni bu yoqda hovlini rasvo qilmasligi uchun yoki sochilib ketmasligi uchun men korobkasini qo'yib qo'yaman oldiga. Mana qo'yib qo'ydim. Endi mana bu kirishga qismini ochib qo'yaman. Bu kirishga qismi donni o'tkazish uchun kerak bo'ladi. Hozir bizga xashak o'tkazayotganimizda kerak emas, olib qo'yamiz. Mana ishlarni ishlashni ko'rishingiz mumkin. Endi boshlayman. Ketdi. Endi hozir
qanaqa bo'ldi? Drabilka oldin chiqarmasimiz oldin somon qanaqa edi? Chiqargandan keyin somon qanaqa bo'lsa endi ko'rib o'tamiz. Birinchi mana chiqarganini ko'raylik. Juda ham kichkina, zo'r chiqardi mana. Buni yegan mol maza qiladi. Bor, agarda yemaydigan bo'lsa molni sotib yuborish kerak uje. U buni yemagandan keyin mol uje aniq sotib yuborish kerak. Mana drabilka qilishimizdan oldin mana natijasi qanaqa chiqdi. Endi ko'ramiz. Qani bedapoyani qanaqa chiqarar ekan. Ketdik. Qo'ydim, yoqdim, ketdi. Endi mana bedapoya. Mana yana beda. Mana ketdi. Yana beda. Endi ko'ramiz, qani bedapoyamiz qanaqa chiqdi ekan. Mana natijani ko'rishingiz mumkin. Mana chiqargani, mana. Mana bu qo'yaman buni. Mana ko'ring, qanaqa chiqardi. Oldin qanaqa edi, endi qanaqa bo'ldi. Mana. Hammasi ochiq oydin. Buni agar yemaydigan bo'lsa, mana, agar buni yemaydigan bo'lsa, uje bo'ldi. Qo'y bo'ladimi, mol bo'ladimi, bundan voz kechish kerak. Bundan bu yog'ini boqgandan foyda yo'q. Endi drabilkamizni ko'rdik, qanaqa o'tkazishini. Keyingi videoni davomida endi Makka jo'xorini qanaqa qilib o'tkazar ekan. Mana shuni hozir ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda qiladigan ishim mana setkasini almashtirish bo'ladi. Mana ikki xil setkamiz bor. Qanaqa qilishimizga qarab turib o'zimiz ajratib olamiz. Hozir mana bu setkada o'tkazib ko'rsatmoqchiman. Mana endi ochaman, mana bu yoqdan ketdi. Mana shuni o'tkazdim. Beda bilan somonni. Endi Makkani mana bunda o'tkazaman. Mana buni qo'yaman bu yoqqa. O'tdi. Bo'ldi, uje tayyor bu yog'i. Endi mana bu kirishga qismini qo'yaman. Kirishga qismini qo'yamanda hozir donni mana shu yoqqa solaman. Qani endi bizamiz mana. Endi donni ochamiz. Mana Makka jo'xorimiz. Voy, chiroyligini buni. Voy, endi solamiz buni o'sha yoqqa. Ketdik. Ketdi. Voy. Mana chiroyligini. Yetadi bizga. Mana bu joyda mana bu nimaga kerak deydigan bo'lsangiz, masalan, Makka jo'xori dumbuli bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerdan dumbulini solib turib, mana shu yoqdan o'tkazib yuborsak bo'ladi. Endi men drabilkamizga mana bu qo'shig'ini olib qo'yaman-da, hozir olib qo'yib, mana shu yerda yana o'tkazaman Makka jo'xorimizni. Hozir endi don mahsuloti bo'lmish Makka jo'xorini o'tkazishni ko'rsatmoqchiman. Undan oldin bir narsani aytmoqchi edim. Bu drabilkamizni tovushlari juda past, ya'ni ishlatishga unaqa shovqin sovormaydi, qulay. Boshlaymiz endi. Hozir birinchi mana bu nima ekanligini tushuntirib o'taman. Mana bu qismida Makka jo'xorini so'talari, dumbullarini solsak bo'ladi. Endi mana buni sekin-sekin kichkina qilib ochib boshlaymiz. Ochdik, endi ketish boshlayapti. Hozir Makkani o'tkazyapti. Mana bu yoqda. Mana bu yoqda Makkani chiqaryapti. Alohida e'tibor berishinglar kerak, voltmetrlarga ham, shu narsalarga ham e'tibor berish kerak. Motor qismi juda yaxshi ishlangan. Juda e'tibor berilgan.
Endi natijalarni ko'rsak ham bo'ladi. Yaxshigina o'z makajo'xorini o'tkazdik. O'tiramiz. Endi hozir ochamiz buni. Mana chiqargan mahsulotimiz qanaqa bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu shakardi. Buni borib olib shundoq somonga sepib bersa ham bo'ladi, shundoq yem qilib bersa ham bo'ladi yoki-da pishirib bersa ham bo'ladi. Bo'ldi, uje buni mazza qilib yeydigan bo'ldi. Mana makajo'xori qanaqa edi? Nima natijada? Nimalar qilib qo'ydik buni? Qarang buni. Nima aylandi bu endi? Bo'ldi, mazza qilib yeydigan bo'ldi. Mana ko'rdinglar, drabilkamizning obzori, to'liq obzor qilib berdik. Xashakdan tortib makajo'xorigacha, don mahsulotigacha chiqarib berdik. Hozir bizda keng miqyosda assortiment bor. Drabilkadan xohlagancha olishingiz mumkin. Bu drabilkalarimizni narxlariga keladigan bo'lsak, 4 oyoqlarimizni, ya'ni 4 oyoqli drabilkalarimizni 2.600.000 so'm, 3 oyoqli drabilkalarimizni esa 2.5 million so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bizda barcha drabilkalarimizga, ya'ni besplatniy dastavka O'zbekiston bo'ylab ixtiyoriy nuqtasiga tekin dastavka orqali xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Pastda raqamlar qoldiraman. Raqamlarga aloqaga chiqing. Bemalol ishonchli, sifatli drabilkalarni xarid qiling.